Koreyada ishsiz va o'qishsiz qizni bir kuni. Bugun soat 10 da uyg'onganim uchun zavtrak qilmay uni o'rniga smuzi tayyorlab ichishga qaror qildim. Vaqtim bo'lgan kunlari zavtrakdan oldin обязательно shu green smuzini tayyorlab ichaman. Tim bo'li hozir semestr tugab kanikulga chiqqanim uchun почти har kuni bu smuzini qilib ichaman. Конечно же, kanikulga chiqqanimdan keyin endi uyda o'zim ovqat qilib yeyman deb kecha kupangdan bir nechta narsalar zakaz qilganman. To'g'risini aytsam, semestr payti ham harakat qilib ko'rganman bunaqa qilib ovqatlanishni, lekin student hayotini va uydagi hayotni birday olib bora olmaganman. O'shaning uchun juda ham ko'p narsalarim aynib qolib, doim tashlab borardim. Lekin bu safar unaqa qilmayman deb o'zimga o'zim va'da berdim. Aytgancha bu meni eng yaxshi ko'rgan choyim. Keyin esa uylarni bitta uborka qilib yuborishga qaror qildim. Men uchun uy tozaligi juda ham muhim bo'lgani uchun har kuni ertalab uyimni bir marta uborka qilib olaman. Uylarni tozalab olgunimcha esa уже почти obed bo'lib qopti. O'shaning uchun o'zimga choy damladim и obed ham tayyorlab oldim. Bugungi obedga menyu shunaqa sendvich. Hozir chiqayotgan yaxshi ko'rgan shouyimni ko'rib ovqatlanib oldim. Keyin esa uydagilarim bilan o'zi ham mazza qilib gaplashibmiz. Gaplashib bo'lganimdan keyin esa bugun o'rtog'im bilan kafeda ko'rishishga qaror qildik. O'shaning uchun tezgina tayyorlanib olib, o'rtog'im bilan birga kafeda o'qishga qaror qilganimiz uchun noutbuk va shunga o'xshash kerakli narsalarimni ham birga olib oldim. Men kerakli deb o'ylagan narsalarim o'ylaganimdan ko'ra ko'proq ekan. Bechora yelkamga rahmim kelib ketdi. Kafe uyimni yonida bo'lgani uchun moyanib o'tirmadim. Bilaman, kechqurun matcha ichish eng yaxshi variant emas, lekin bu kafedagi matcha menga juda ham yoqqani uchun jotaki bugun ham matcha ichishga qaror qildim. Qish qolib ketib, o'rtog'im bilan o'zi ham maza qilib gaplashibmiz. Soat 9:30gacha o'rtog'im bilan gaplashib, soat 11gacha o'zim keng kafeda o'qidim. Shu bilan kunim ham tugadi. Ko'rganingiz uchun rahmat. Bye.